Biznesni rivojlantirish banki hamkorligida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Istiqbol Matiyev 62-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda 90 kg simichka ekilgan, maydon hajmi 10 gektar. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida, ekinlar yetishtirish 110 kundan 140 kungacha davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 10 ta dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan. Loyiha samarali amalga oshirish uchun tadbirkor Samat Polvon MCC kooperativ biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga 1 gektardan maydon ajratilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 3,5 tonna, jami 35 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish maqsad qilib qo'yilgan.